bo'ldi. Yangisini olib bering. O'g'lim, hozir akang repetitorga qatnashyapti. Shuning uchun ozroq sabr qil, xo'p? Keyin olib beraman. Oyi, hamma o'rtoqlarimiz veligi bor. Menga ham olib bering. O'g'lim, yaqinda akang Toshkentga o'qishga topshiradi. Ozroq sabr qilgin, o'sha veligingni albatta olib beraman. Xo'p. Oyijon, men repetitorga bormoqchi edim. Pul bering. O'g'lim, akangni kontragini to'lashimiz kerak. Unga pul jo'natishimiz kerak. O'qishga kirish uchun repetitorga borish shart emas. O'zing o'qiyvergin, bolam. Oyijon, men Toshkentga o'qishga topshirmoqchi edim. Shunga nima deysiz? O'g'lim, Toshkentda o'qish oson emas. Bu yog'i akangni uylantirishimiz kerak. Unga uy olishimiz kerak. Shu yerda o'qiyver, bolam. Onajon, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, o'g'lim, kel. Onajon, mana siz bilan dadamni tarbiyalaringizda olib, Xudoga shukr kam bo'lmadim. O'qidim, ishladim. To'yimga deb 4-5 so'm pul yig'ib qo'ydim. Uylanaman deb bir qizni ko'z ostimga olib qo'ygandim. Shularnikiga sovchilikka borib keling, onajon. Barakalla, o'g'lim. O'g'lim, akangni o'g'lini sunnat to'yini ham qo'shib yuborsak nima deysan? Qaytgancha akang yana bir o'g'il farzandli bo'lmoqchi. Biroz kutib tursang, uni ham sunnat to'yini qo'shib yuborgan bo'lardik. Axir onajon, yoshim 35 ga kirdi. Bunaqada qachon uylanaman? Ah!